Xullas videom o'chib qoldi. Sahar bo'lmadi. Xullas endi video o'tgan joydan boshlab ketamiz. Video uncha ko'p ham kuchaygani yo'q, hech narsa yo'q deyarli. Borib daraxtlar olib keldim. Videoga like va obuna bo'lsanglar, mana futbolda gireyman shu. Bitta 32 ta zumrad tashib berdi. Hadi tashaveramiz. Mana buni. Xo'p. Videoga obязательно like bilan obuna bosib qo'yinglar. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Ko'proq video chiqishimga. Endi nachora nima qilamiz? Video chiqib qoldi. Qolib ketgan joydan boshlaymiz. Hozir biz zumradlar orqali olmoslik kiyim yasaymiz. Sehrlangan olib chiqadi. Olmos avtoshahtada kam bo'ladi, chunki zumrad ko'proq bo'ladi. Mana bunday yasab olsangiz bo'ladi. Ishdan qolib ketdi bitta. Bunday qilib yani cho'plardan narsalar yasaymiz. Hop. Kimdir uni tashadi. Nima desam bo'ladi? Daraja yedishi. Uncha tilim kelishmayapti. Kelishmayapti debman. Esimdan qolmayapti bilan nomi nima deyish. Biratda bo'ycham nima menga zumrad tashib bergandi. Hammaga zumrad beryapti. Brat. Lazerin kalıyor olanlik. O in. 25 tane lazerin var. Kılıçını sıfırlap koyarız. Qanaqa? Gösterişe menga brat. Menga beriyor shu go'shtni. Rahmat. Bana. Tur qura. Hamma go'shtni mashq qildi. Mana bunday. Ne tashak? Tashak. Brat. Yaxshi. 45 ta tashak. Rahmat. Keyin pishiraveramiz. Hozir mana bu narsalarning hammasini qo'yib turamiz. Bugungi videoda PvPda kuchayamiz. Arctic Craft serveridagi PvPda RTPga uncha tushunmayman. Shuni qilishga. Shunga PvP shunaqa narsalarni bilaman hozircha. Xuddi sehrlab ko'ramiz. Maqlan sehrlaymizmi? Looting tushdi. Bitta sehrlakchi. Unbreaking. Yaxshi sehrmi yoki borib boshqatdan qilamizmi? Mayli. Darajam kam bo'lib qolishi mumkin. Mana bu yerdan go'sht olamiz. 4 to'sak yetadi. Bir 20 minutdan beri video olayotgandim. Buzilib ketdi. O'chib qoldi o'zi video. Bilmadim nega. Endi bu yoqqa warp PvP deb yozamiz. Tepada timer ketadi. Biz to'xtaymiz. Yurmaymiz hech qanaqa. Bu yoqqa kelganda o'lib ketdi. Yana bularni o'ldiramiz. Qaysi biri yushqilasa. Lezzetli odam keldi. İyi hammasi masjid degan-ku bularni. Birat mey chaqirasiz. Narsa tashib bering.
Tozalayverayım Murat. Ona bakacağız. Basic'den tam narsalar tozalar. Bu nimalarda bu hammasi tozalanadi. Men aytayim, narsalarni yo'qoladi. Basic'dan keyin. deb o'ylagandim. Oldi shunaqa o'tkazib shunaqa bo'ldi o'ylaganimda. O'sha tozalandi hamma narsa. Keyin qolib ketdim. Dedik kemasin chiqib. Okay. Bilan chanson. Mana bu bilan men taniyman. Afsus. Shuncha qilgan narsaman. Qoch. Jonim kim ko'rdi? Men hozir telefon o'ynayapman. O'tgan videoda mana shu telefonda o'ynash uchun pojalancher kerak edi. O'sha pojalancherni qanday qilib o'tkazib, ichidan Google akkauntlar ochishni ko'rsatganman. Keyin yana o'sha videoda aytdim. Artikraft serverga kirib o'ynashni ham ko'rsaman degandi. Mana endi olyapman videosini. 20 minutdan beri video olayotgan edim. O'chib ketdi ham. Sahar bo'lgani yo'q yana. Ayniqsa uni ham qo'yib yuborardim atak bo'lmasa. Videoga like bilan obuna bosinglar. Agar men tug'ilgan kunimgacha 1K bo'lsam, ota-onam menga kompyuter olib berishar ekan. Keyin mana shu narsalarni ham kompyuterda o'ynayveramiz. Hozir telefonda o'ynayotgan bo'lsang, 1K obunachi to'plab bersalaringiz menga. Ota-onam menga kompyuter olib berishadi. Keyin kompyuterda ham streamlar qilib, shunaqa videolar olamiz. Liderlik qo'shilib ketmaydim deyapman. Zo'rlar keladi. Bir yashaymiz yaxnicha. Brat. Yaxkeyn. Taki. Oxatlayman. Qorong'i joyda ko'rinmayaptimi? Liderlik. Jonim ketmadi cho'ta. Liderlik degan qorong'i ko'rmayapman. Urush qilib yozibdilar erkaklar. Bir yashayapsizlar. Yarqisam full. Mana shu PvP'da kuchayamiz bugun. Zerikarliligim bilaman. Adashmasam bir 2-3 kundan keyin yana video qo'yaman. Xoro anular haqida, modlar haqida. Xoro anular bilan yashaymiz. 1-2-3 kun bitta qismdan iborat bo'lmaydi, bir 5-6 ta qismlar. Keyin yana modlarni obzorini chiqazaman. Avtomat modni qayta olaman men. Mebel modlarni 100 nima desam bo'ladi. 100 tayin ishlaydigan, faqat telefonga ishlaydigan mod bor, sayt bor bitta. 1000 tadan ko'p nima desam bo'ladi, modi bor. Hammasi telefonga ishlaydi. Uni ham bir 2-3 kundan keyin uni ham joylayman yaqinda. Ko'p
oylagandan keyin o'sha modlarni men qayta oladigan bo'lsam modlarni sizlar ham olaverasizlar. Mana shu modlari. Bir chiqib ketdi. O'lmaydim bu. Haram kirdi. BP'de kuchayib zerikarli. Birat narsa bering. Shunaqangi donator ekansiz. Men Minecraft uncha o'ynamayman, lekin bu Artcraft seriyani qanday kirishgacha boshlanib bo'lganim uchun video chiqaryapman. Uncha odam bilmasa kerak buni. Telefondan qanday o'ynashni. Xo'p. O'sha agar videoni to'xtatgan bo'lardim, o'sha yarim soat bo'lardi video boshlaganiga. Vaqt deb bu yoqqa kirgandan keyin artefakt degan so'zni yozsalar, sizlarga bitta tekin kes beradi. U kesni o'sha kes ochadigan bor, keslar bor bitta. 4 ta kes bo'ladi. O'sha yoqqa borib ochsangiz bo'ladi. Boshlandi. Mayli, endi o'qishamiz. Kovlang, brat, kovlang. Ya, mana bitta teng. Zumrat menikida. Kovlang. Shunaqa yomon odamlar bor. Ko'ryapsizmi? Bu sirni ham yeydi jinni. Yomon odam ketlar. Boshida Artcraft seriyasiga kirganlaringizda sizlarni bitta chiqarib yuboradi. Keyin yana qaytib kirib o'ynayverasizlar. Xo'p, bittagi narsalarni terib sotamiz. Bu yerga sotamiz. Shu bilan videomiz tugaydi. Buni ikkinchi qismini olamiz shekilli, yana bilmadim. Shu bilan videomiz tugatamiz. Hammaga xayr. Sizlar bilan men bugun 406 bo'ldi. So'zlar ko'rgan videoyim o'chib ketdi, ham sarxand bo'lmadi. Agar sarxand bo'lgan bo'lsa, bundan qo'shaveraman mana shu video bilan. Hammaga xayr.